eng qattiq sog'ingan insoningiz kim? Xotinchasi. Yo'q, onamda, onam yo'q-ki. Onajoningizni sog'indingiz a? Yana bitta savolim bor. Agar mo'jiza bo'lib onajoningiz oldingizga paydo bo'lib qolsalar, qanaqa so'z aytgan bo'lardingiz? Sog'inganimni aytaydi. Sog'indingizmi? Rahmat. Agar Palma Qarshiga obuna bo'lsangiz, sizga 100 ming mukofot berardik hozir. Nima qilsam? Palma Qarshiga obuna bo'lganmisiz? Instagramda? Bo'p qo'ying. Assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat, yaxshi. Shukurlarda eng sog'ingan, qattiq sog'ingan insoningiz kim? Eng qattiq sog'ingan insonim rahmatli onajon. Agar onajoningiz hozir yoningizda bo'lib qolganlarida edi, qanaqa so'z aytgan bo'lardingiz? Sizni sog'indim. Boshqa gapira olmayman. Qancha bo'ldi olamdan o'tganlariga? 5 yil bo'ldi. Ilohim, joylari jannatda bo'lsin.